Bugun kameraga qarab gapirish challenjim 14-kuni. Bugun men nimaga ingliz tili ustozlari alohida yaxshi ko'rishim haqida gapirmoqchiman. Men ko'p o'qituvchilarni hurmat qilaman, lekin ingliz tili ustozlarini alohida hurmat qilaman. Men o'zim sport yo'nalishini o'qib bitirganman va keyin repetitorga bordim. U yoqdagi birinchi ustozim meni dunyoqarashimni 100% o'zgartirgan insonlar. Bilmadim nimaga ingliz tili ustozlar boshqa dunyoda yashashadi. Ular hayotda bo'lgan intilishi oddiy odamlarga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Bu ko'p kitob, ko'p chet til kitoblarni o'qiganliklaridan yoki dunyoqarashlari boshqa dunyoda. Va ular studentlarni qiziqtiradi, motivatsiya beradi. Men repetitordagi ustozlarim ham, universitetdagi ustozlarim ham har doim meni qo'llab-quvvatlashgan va shu sabab bugun ularga rahmat aytmoqchiman. Agar meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, rahmat. Bugungi video shu haqida edi. Bir minut bo'lib qoldi.